Doktor, skrining o'ziga tushganim yaxshimi yoki Dopplergami? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va men sizga skrining va Doppler haqida aytib o'taman. Skrining tekshiruvining ma'nosi chuqurlashtirib tekshirish, saralash degan ma'nolarni anglatadi va bunda homilada tug'ma rivojlanish nuqsonlarining bor yo'qligi aniqlanadi. Homiladorlar skriningi UZI tekshiruvida 3 ta bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi trimestr 11 haftadan 13 hafta 6 kunga to'g'ri keladi. Bunda homilada tug'ma rivojlanish nuqsonlari bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Ikkinchi trimestr bu 18-22 haftaga to'g'ri keladi. Bunda homilaning ichki a'zolari, ya'ni miya, yurak, buyrak va boshqa a'zolari tekshiriladi. Uchinchi trimestr homiladorlikning 28-33 haftalariga to'g'ri keladi va bunda quyidagilar tekshiriladi: fitometriya, platsenta lokalizatsiyasi, amniotik suyuqlik indeksi va dopplerometriya. Homiladorlik skriningi tekshiruvlariga UZI tekshiruvidan tashqari yana qon tahlillari ham kiradi. Bunga beta HGC, PAP va NIP tekshiruvlarini o'z ichiga oladi. Doppler tekshiruvi bu ona va bola o'rtasidagi qon aylanishini tekshirish usuli hisoblanadi. Bunda kindik arteriyasi, bachadon arteriyasi, miya o'rta arteriyalarida qon aylanishi tekshiriladi. Homilani Doppler qilishdan asosiy maqsad homilada gipoksiya bor yoki yo'qligini aniqlash. Homila gipoksiyasi homilaning o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar homilangiz normal rivojlanishini xohlasangiz, skrining va Doppler tekshiruvlaridan o'z vaqtida o'tishingiz shart.